Andisha degan narsa bor, qadr qimmat, andisha, sal o'tgan kunlarni yo'lda olish degan narsa. Salgina inson andisha qilmasa, bu hayotda hayvondan farqimiz yo'q. İnson mehri, oqibati, andishasi bilan hayvondan farq qilib turadi. O'ngda nazarda tutadigan bo'lsak, hozirda sun'iy intellektlar chiqib ketdi, insondan ham yaxshi fikrlaydigan darajaga chiqib boryapti. Hayvonlarga kerak bo'lsa tug'ma instinkt bor, ong bo'lmasa ham tug'ma instinkt bor. Ba'zi bir insonlardan hayvonlar to'g'ri harakat qilishadi. Ya'ni fikrlaydi desak, bu nojo'ya hisoblanadi. Chunki hayvonda fikrlash degan daraja yoki maqom yo'q. O'shandaki ajoyib insonlar bor, ajoyib xarakterga ega. Ba'zi vaqt o'zim o'ylanib qolib, kim do'stim, kim dushmanim bilmay qolaman. Ba'zi vaqt shunday. Masalan, o'sha davlat strukturasida ishlab yurgan vaqtimda ham vazifada bo'lgan vaqtimda ko'p insonlarni ko'rganman. Mansabing, vazifang yo kursida bo'lganingda atrofingda bir yo'na kursidan tushganingdan keyin qarabsanki, xuddi bir quyosh ketib qorong'u bo'lganda soyangga olganda yo'q bo'lib qolishadi. Bunaqa shaxslar ham yo'q emas, oramizda bor. Faqatgina sening yoningda sen uchun o'zgarmay qoladigan ikkita shaxs bor. Otang, onang. Va birinchi o'rinda sen bilan birga bo'ladigan yaratgan. Qolganlar, ular ham sizni bizga o'xshagan bandalar. Ularda ham qadar chegarasi va ma'lum bir joygacha. Bundan oshig'iga ularda hech qanday qurb yetmaydi. Ularda xafa bo'lishga ham keragi yo'q. Xafa bo'lish bu meni fikrimcha noto'g'ri va yo'lda davom etish kerak. Yana bir narsa, inson yer yuzida paydo bo'lgandan birinchi bo'lib qilingan gunoh nima? Birinchi sanalgan gunoh bu hasad. Odam alayhissalom paydo bo'lganlardan keyin o'g'illar Qobil va Hobil o'rtasida hasad degan narsa paydo bo'lgan. Ya'niki hasad birinchi gunoh. Hasad, shu narsaga bitta yana maqol aytib o'tamiz. Baxilni bog'i ko'karmas deyilganda. Sizni muvaffaqiyatingizdan bir toriqib, g'ijinib yurgan inson hech qachon muvaffaqiyatga erishmaydi. Chunki muvaffaqiyatli bo'lish uchun muvaffaqiyatlilarning xizmatini qiling deyilganda. Nimaga? Siz o'sha vaqt mobaynida muvaffaqiyatlilardan bir ikkita xarakter olasiz. Bir ikkita narsalarni o'rganasiz va o'shani hayotga tatbiq qilib o'sha darajaga yetib borishingiz mumkin. Yoki o'zingiz bo'lsangiz farzandingizga shu narsani tatbiq qilsangiz farzandingiz bo'lishi mumkin. Buni lekin o'ylamaymiz. Kalta o'ylaymiz. Bir inson bir nimadan bir manfaat olib kelsa, shu yomon tarafini o'ylaymiz. Zlopamyatniy insonlar ko'payib ketdi hozir. Bizda aksariyat olib qaraganda ko'pgina auditoriyalarda uchraydi negativchilar ko'p. Negativchilar juda ham ko'p. Negativchilar hamma narsani nima deydi? Yomon tarafini o'ylashadi lekin. Misol tariqasida aytadigan bo'lsam, mana misol tariqasida o'zimizdan kelib chiqaylik. Biz u yoqdagi kvartirada mana bu yerga keldik. Hozir u yerda 8 ta odamsa 8 xil fikr aylanyapti. Ba'zi birlari aytayapti, biror joyga tungi klubga ketgan deyishyapti. Ba'zi bir aytayapti, boshqa bir joyda ish qilyapti, ba'zi bir aytayapti, spirtli ichimlik ichyapti deyishyapti, ba'zi bir aytayapti, yotibdi deyishyapti, ba'zi bir aytayapti. Ko'p fikrlar, lekin asosiysi bizni mana bu yerda qiladigan ishimiz. Biz hozirda kontent olyapmiz. Biz, ya'niki ikkalamiz suhbat quryapmiz. Bir mavzu yuzasidan suhbat o'tkazyapmiz. Mana bizda asosiy qiladigan ishimiz. Ana endi bu nimadan dalolat? Biz kim uchun o'zimizni bir isbotlab berishimiz kerak? Kim uchun? Kimni og'zini yopib yo kimga dalil yo isbot qilib berish kerak? Muhim bizni yaratgan ko'rib turibdi-yu. Nimani isbotlab berish kerak? Nimani opravdat qilib berish kerak? Men shu narsaga yaqingacha ham ko'nik olmadim. Endi esa o'zimda ko'nikman hosil qilyapman. Men hech kimga bir narsani isbot qilib berishga nima deydi? Majbur yoki должен emasman. Meni borimcha qabul qiling. Men biror xato qilsam, badalini o'zim ko'raman. Yaxshi bir manfaatli ish qilsam, ajrini ham o'zim ko'raman. Shunday. Ukamiz Baxtiyor Xolmatovni statuslarga yozgan bir gaplari bor. Aforizm. Meni Alloh yaratgandek qabul qiling.
Agar yoqmasam meni qabul qilmang deyilgan. Endi bu ham bir so'z. Haqiqatdan ham sizni Alloh yaratgan. Shu xislatlarni, shu noqisliklarni berib, bu berilgan noqisliklar sinov tariqasida o'zingizni ixlos qilishingiz uchun beriladi. Ya'ni isloh qilish uchun. Kechirasiz. Isloh qilish uchun beriladi bu. Ba'zi bir kamchiliklar, ya'ni sinov tariqasida beriladi.